mana yangi zavod ochildi-ku, bizani prezident aytdilarki, men o'sha daromadlarni o'zimga olib qolishim mumkin dedilar. Lekin men xohlaymanki, чтобы butun komanda direktori shu bonuslarni 3 barobar ko'proq olsin deb bizga 3 yo'nalishda bonuslar ko'paytirib berdilar. Нам увеличили бонусы по 3 направлениям. Если вы знаете уже, у нас есть бонус сопровождения, да? То есть, почему 3 месяца? Бонус сопровождения дегani bu yangi hamkorlarni bizni как бы nazoratga olib yurishimiz kerak. Nega 3 oy? Nega desa 3 oy ichida любой inson yaxshi natija oladi. Shuning uchun bir xil mana inson ichida mahsulot. Qarang, bizda kompaniyada mana birinchi bonus bu taklif bonusi. Taklif bonusini bizda boshqa kompaniyalarga qaraganda har kim bir xil beradi. То есть kelgan insonni olgan mahsulotini PVsidan 40%ni kompaniya sizga bo'lishadi. Например, mana keldida 20 PVga inson mahsulot sotib oldi. Значит, 40%ga ko'paytirsak, bu 8 uye bo'ladi. Biz bir uye 10 ming so'm, bu bo'ladi 80 ming so'm. Ikkinchi safar mana, например, paketini ko'taradimi, mahsulot yana sotib oladimi, har doim 40% bizga bonus beriladi. Klubli bonusi boya eshitdinglar. Bizda bu birinchi daromad kvalifikatsiya hisoblanadi. Bu yerda sharti biz o'zimiz 20 PV bo'lishimiz kerak. Bir oy ichida birinchi liniya shaxsiy komandani yig'imi birinchida mana 120 da 120 bo'lishi kerak. Shu holatda sizga kompaniya 55 uye 550 ming so'm pul ko'rinishda beradi va 100% cashback qaytadi o'zingiz olgan mahsulot ob'yomidan. 20 PV bo'lsa, значит 1.360.000 pulingizni qaytarib beradi cashbackka keyingi oyga. Keyingi ikkinchi klubimiz bu 220 klub. Bu holatda siz o'zingiz olgan mahsulotingizni ob'yomi bilan plus birinchi liniyani ob'yomi bir oy ichida 220 bo'lsa, sizga 55 uy emas 1.100.000 so'm beriladi va yana 100% cashback o'zingiz olgan mahsulotingizni pulini qaytarib beradi. Agar 40 PV bo'lsa, значит 2.720 bo'ladi. Undan tashqari bizning klublar lotereya rozыгрышida o'ynaydi, iPhone 17 butun kompaniya bo'yicha. Keyin yana o'zining pluslari yana bor. Sevachka. Komanda binarniy bonus degani, binari bilasizlar, bu 2 degan, nar bu bo'lish degan ikkita komanda hosil bo'ladi-da, bizda 40 PV barobar 40 PV ga bir sikl hisoblanadi. Именно shunda sizlarni o'zingizlar kirgan olgan paketingizda bog'liq. Agar sizlar birinchi gold paketda bo'lsanglar, 20 PV da sizlarga kompaniya 80 ming to'laydi har 40 urilgan siklga. Xuddi bitta ish qilganingizda, lekin o'zingiz agar ikkinchi paketda bo'lsangiz, platinum paketi sizga 100 ming so'm to'laydi. Agar siz o'zingiz katta paketda premiumda bo'lsangiz, o'sha har bir sikldan siz 140 ming so'm olasiz. То есть farqini ko'ryapsizlar, 80 mingdan 140 ming, 60 ming minus ketyapti bitta qilgan ishingizga. Keyin sponsor tashlagan PVlar ham binoga kiradi, quymaydi. Bonus nastavnika bu sapfir darajasidan boshlanadi. То есть sizni birinchi shaxsiy taklifingiz, ikkinchisi, uchinchi pog'onadagi hamkorlaringizni olgan binaridan sizga yana foiz to'laydi. Mana ko'rasizlar, bu oxirida 50% gacha to'lanadi. Endi keyin buni o'sha chuqurroq nima qilamiz? Это то же самое. Удвоение. Endi qaranglar, hozir mana bonus сопровождение dedimmi? То есть mana sizlar shaxsiy hamkor taklif qildinglar. Eng kichkina paket 20 PV. Mana birinchi oy.
yerda hamkorlik sizlarga nima qiladi? Значит, 40% kompaniya 80 ming to'ladi. Hamkorlikga bu yerda 25% skidkaga ega o'zi. Endi ikkinchi oyga ketyapti. İkinci oyda sizni hamkoringiz qayta xarid qilyapti, yana 20 piyga. Sizlar buni kuzatyapsizlar. Yana 40% beradi sizga, как обычно 80 ming so'm. И bu yerda yana 150 ming qo'shib beradi. Hamkoringiz o'zi bu yerda podarkaga kollagen oladi. Kollagenni narxi 425 ming. Bu yerda ham hamkor plusda, ham uni sponsori plusda. И uchinchi oy yana hamkoringiz qayta xarid qildi 20 piyga. Yana o'sha 80 ming to'layapti. И plus bu yerda uchinchi oyda qarang, yana 2 barobar ko'proq 300 ming. И hamkor o'ziga 3-oyda qanaqa podarka beradi? Sensation bu 680 ming turadi. И plus Spagel bu 340 ming turadi. Ko'rdingizmi, hamkoringiz 3-oy qayta xarid qilyapti, shunaqa podarkalar olyapti. Uni sponsori mana 80 ga yana 300 ming qo'shimcha olyapti. Bu bonus soprovождение deydi. Endi qaranglar nima bo'ldi. Statusni ko'tarishda bizda 3 ta paket bor. Birinchisi gold bu 20 pv, keyin 100 pv deydi bu platina, и premium paket 200 deydi. Hozir kompaniya nima dedi? Bu oylarda mana hozir boshlandi. Значит, ikkinchi paket platina endi 100 emas 80 pv. Endi qaranglar, agar 80 piyga bo'lganda 40% ko'paytirsak necha pul bo'ladi? 320 da, to'g'rimi? Mana hozir men bunaqa qilaman. Mana 40% bu bo'ladi 320. U yerda kompaniya aytyapti, yo'q, masalaga 320 emas. Qancha to'layman deyapti? 100 u yer. То есть даже 3 barobardan ko'proq. Endi 3-chi paket, premium paket. Premium paket qancha edi? 200 midi? 200 edi. Hozir kompaniya aytyaptiki, bu yerda mana qaranglar, 80 degani просто o'zidan o'zi emas. Kompaniya nabor bergan. Ichida o'zi tanlagan mahsulotni sotib olasizlar. No, bu yerda 20 piyga 1 million 360 ga kamroq olib уже mana bu platina paketda bo'lasizlar. Zato sponsori 3 barobar daromad ko'proq. Endi premium paketda deyapti kompaniya 200 emas, 160. 160 piyga agar 40% ga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 64, to'g'ri. Kompaniya aytyapti 64 emas. 200 u yerda to'laymiz deyapti. Bu yerda yana 3 barobar bo'ladi, to'g'rimi? То есть 100 u yer degani bu 1 million, 200 u yer degani bu 2 million. Bu yerda ham o'tda ham paketi bor. Qaranglar, значит, kelgan hamkor bu yerda 20 piyga kamroq qilyapti, a katta paketda 40 piyga kamroq qilyapti. Bu binarniy status, bu sizlarni sikliga ahamiyat ega. Buni bir marta apliga qilamiz, zato qancha foyda beradi. И также, например, mana paketdan paket upgrade qilamiz-ku, bu yerda ham xuddi shunaqa. Agar, например,